Ramazon oyida yurak qon tomir kasalligiga uchragan bemorlarni ro'za tutishi mumkinmi? Albatta, ro'za tutsa bo'ladi. Faqat shifokor ko'rsatmasi asosida va ularning tavsiyalarini to'g'ri bajarsangizgina. Birinchisi, ko'rsatmaga binoan dori-darmonlarni iftorlik va ro'za ochish paytiga to'g'ri taqsimlang. Ikkinchisi, suv me'yorlariga e'tibor bering. Saharlik va iftorlik paytlarida suv taqsimotini to'g'ri oling. Ya'ni saharlikda 1 litrga yaqin va iftordan keyin esa yana xuddi shuncha miqdorda suv iste'mol qilishga harakat qiling. Ovqatlanishingizni me'yorlashtiring. Uchinchisi, tuz miqdorini kamaytiring. Tuz miqdori chanqash hissini ko'taradi va sizda ikkilamchi qon bosimini ko'tarishiga olib kelishi mumkin. Bir kunda 5 grammdan, ya'ni 1 choy qoshiqdan oshmagan holatda tuz miqdorini iste'mol qilishingiz va uni taqsimlanishingiz sizni qon bosimingizni oshmaslikka va hech qanday asoratlarning kelib chiqmasligini oldini oladi. To'rtinchisi, haddan tashqari qovurilgan yog'li ovqatlardan voz keching. Chunki bunday ovqatlanishda ham xuddi shunaqa sizning yuragingizga yuklama tushadi va qon bosimingizni ko'tarishiga olib keladi. Saharlik va iftorlik payti shirinliklardan voz keching. Kofe va achchiq choylarni kamroq iste'mol qilishga harakat qiling. Bunday yuklama yurakka og'irlik kelishi mumkin va qon bosimingizni ikkilamchi ko'tarishi mumkin. Barchangizga Ramazon oyi muborak bo'lsin.